Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Samarqand Sak zavodida chiqqan juda ham qalin kачествоda bo'lgan gilomlarni obzor qilib beraman. Gilomlarimizning narxi 25% gacha chegirmaga tushirganmiz. Chegirmamizning muddati 25-maygacha bo'ladi. Bu sizlarga hozir tanishtirib o'tadiganlarimiz 3 ga 7 o'lchamidan 3 ga 4 o'lchamigacha videoda ko'rsataman. Bularni 2 ga 3 o'lchamidan 4 ga 9 o'lchamigacha hammasidan bor. Ko'rishlaring mumkin, qalinligi juda ham qalin bo'lgan, gullar o'ta ham chiroyli bo'lgan, hammaga birdek yoqadigan gilomimiz. Samarqand Sak zavodida ishlab chiqarilgan, nomi zillik kачествоda bo'ladi. Yonlari, chekkalari kojali bo'ladi. O'rtada 3 ta katta tumalar guli bo'ladi. Gilomimizning qalinligini ham ko'rishlaring mumkin. 3 ta gilomni bitta qilib to'qib qo'yilgan gilom. Mana nomi, etiketkasi ishlab chiqarilgani. Bu gilomimizni 1 ga 1 o'lchamidan avvalgilari 3,5 ga 5 gacha, 2 ga 3 o'lchamidan 4 ga 9 o'lchamigacha katta kichiklari bo'ladi. Bu gilomimizning narxi 4 million 200 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmada 3 million 150 ming so'm. Buni 3 ga 6 metr bo'lgan. Boshqa gul rasvetkasidan ko'rsataman. Endi sizlarga o'zlaring yoqqan gulidan xohlagan o'lchamlaringdan olsalaring bo'ladi. Sizlarni umuman kuttirmasdan hammasini narxi bilan aytib o'taman. Dastavkalarni ham alohida tushuntirib o'taman. Videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsalaring yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lib olasizlar. Bu gilomimizning o'lchami 3 ga 6 metr bo'ladi. Bu ham o'sha pastda ko'rsatganimni boshqacha rasvetkasidan, buni ham hamma o'lchamidan mavjud. Buni ham chekkalari o'sha kojali qalin gilomimiz bo'ladi. Bularning kvadratini vazni 2 kg 550 bo'ladi. 1 ga 1 o'lchami. Buni narxi 3 million 600 ming so'm sotganmiz. Hozir chegirmada 2 million 700 ming so'mga kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Buni ham o'sha 3 xil 4 xil guli bor. Men sizlarga o'shalarni bir boshdan ko'rsatyapman. Videoda o'tkazmasdan ko'ringlar. Bu chegirmamiz faqat bizga obuna bo'lganlarga va shu videomizga like bosganlarga amal qiladi. Dastavkalarimiz Toshkentga, Andijonga, Qo'qonga, Namanganga mavjud. Bu gilomimizning gulini ko'rishlaring mumkin. Bu hammaga birdek yoqayotgan, eng hadovoy sotayotgan gilomimiz. Buni eni 1 metrlikdan tortib, eni 2,5 metrligacha daroshkalari ham bor. Bu gilomimizning narxini o'zimiz 3 million 300 ming so'm sotganmiz. O'lchami eni 3 bo'ladi, uzuni 5,5 metr bo'ladi. Hozir chegirmada 2 million 475 ming so'mga kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Buni ham hamma o'lchamlaridan mavjud. Endi eng ko'p sotiladigan 3 ga 5 o'lchami. Endi bizda faqat qalin gilom emas, prosta bu safargi videomizda asosan qalin gilomlarni qo'yyapmiz. Bu ham oxirgi gullari. Bunisining o'lchami 3 metrga 5 metr bo'ladi. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Bu ham o'sha pastda ko'rsatgan sifatlarimi boshqa gulidan. Buni narxini o'zimiz ham kelgan klientlarga sotganlarimizga 3 million so'mdan sotganmiz. 25-maygacha kelib olganlar uchun narxini atiga 2 million 250 ming so'm qilib beramiz. Farg'ona shahar ichi dastavkalarimiz bor. Qolgan joyiga kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Hozir bir qator sizlarga metrajlarni ham tanishtirib o'taman. Undan keyin dastavkamiz qanaqa holatda ketishini ularni ham ko'rsatib o'taman. Hali ikki tomondan ikki xil ko'rinadigan metrajlarni ko'rsataylik. Sizlarga adashmasliklaring uchun pagonni metrini tushuntirib o'taman. Ko'p joyda hali kvadratini aytadi. O'zim ham ko'proq kvadratini aytardim. Sizlarga tushunarli bo'lish uchun pagonnisini aytib o'taman. Eni 3,5 bo'ladi buni. Buni eni 3 dan 4 metrligacha har xil gullari bor. Uni o'zlaring kelib tanlab olishlaring mumkin. Bularni mana shu qatorida hammasini selli 3,5 ga 1 metrini 630 ming so'mdan sotganmiz. Hozir chegirmada buni narxi 430 ming so'mdan. 3,5 ga 1 metri 430 mingdan, ikki tomondan ikki xil to'lanadigan, orqalari o'sha oppoq kanopli. Ko'p joyda buni paxta deb sotishadi. Bu paxta emas, bu polister gilamimiz. Umuman paxtaga aloqasi yo'q. Sifati yaxshi, eng kamida 10 yildan 15 yilgacha xizmat qiladi. Buni bu rasvetkasini ham ko'rishlaring mumkin. Bunisini ham
xohlagan o'lchamlaringda sizlar mavjud. O'zlaringga yoqqanidan kelib kestirib olsalaring bo'ladi. Buni qanaqa joylarga tavsiya qilamiz? Uyingiz eni standart bo'lsa, misol uchun 3,5 bo'lsa, shunday tushaveradi. Uyingiz eni 325, 330 shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, enidan 20 santimetrni kesib, tikib beramiz. Kesib tikib berish mutlaq bepul. Farg'ona shahar ichi dastavka xizmatlarimiz ham bepul. Xuddi shunaqa yiltiraydigan gilomlarda qalinidan kerak bizga deydiganlar uchun mana buni ham yaqindan ko'rsatavering. Buni ko'rishlaring mumkin. Xuddi narigi ko'rsatayotgan gilomimiz Samarqandda yek zavodida ishlab chiqarilgan. Buni zichligi zich bo'ladi. Narigiga nisbatan sal vazni og'ir bo'ladi. Buni kvadratini o'zimiz 210 ming so'mdan sotganmiz. Hozir buni kvadratini 156 ming so'mdan qilib beramiz. Buni eni 3,5 metrlikdan 3-4 xil variantlari bor. O'zlaring kelib yoqqanini olsalaring bo'ladi. Bizga o'rta katsitvada hamyonbop bo'lsin deganlar uchun bu katsitvamizni olishlarini tavsiya qilamiz. Buni ham 2 ga 3 o'lchamidan tortib, o'sha 4 ga 8 o'lchamigacha gilomlari ham bor, tayyor. Metrajlarga keladigan bo'lsa, metrajlari ham bor. Buni ishlab chiqarilgan joyi Samarqandda Sariq zavodida ishlab chiqarilgan. Bu ham ancha-munchaga urinmaydigan gilom, bemalol yuvib ishlatsalaring bo'ladi. Gullari bundan tashqari 2 xil, 3 xil rasvetkasi bor. Buni kvadratini o'zimiz ham 110 ming so'mdan sotganmiz. Hozircha 20 da kelib, kvadrat narxini atiga 88 ming so'mdan olsalaring bo'ladi. Endi dastavkalarni tushuntirib o'taman to'liq. Aniqroq tushunib olinglar. Xohlasalaring o'zlaring kelib olib ketsalaring bo'ladi. Mashinalaringga joylab, taklab, chiroyli qilib moslab beramiz. Misol uchun siz bizdan Toshkentdan gilom oladigan bo'lsangiz, mana shu holatda o'zimiz tanish taksilardan chiqarib beramiz. Misol uchun siz 2 millionlik gilom oladigan bo'lsangiz, bizdan 200 ming so'm zakolat tashlab berasiz. Qolganini shopir borganda berib yuborsangiz bo'ladi. Toshkentdan keladiganlarga jicha uzoq, Andijondan, Namangandan, Qo'qondan kelib olib ketishyapti ko'pchilik. Toshkentnikini bitta taksi qilib o'zimiz mana shunaqa holatda chiqarib beramiz. Andijondan keladiganlar uchun Andijonnikini, misol uchun Andijonnikini bitta partiya qilib bu holatda chiqarib beriladi. Xullas, yomg'ir yog'adimi, boshqa bo'ladimi, sizlarning gilomlaring upakovka bo'lib, cho'tki bo'lib, o'sha g'ijimlanmasdan tekis manunga o'xshagan tevasida tomi bor mashinada chiqib ketadi. Manzilimiz Farg'ona shaharda, ikkinchi joyimiz Qumtepa bozorida 437-do'kon. 439 ga alishib qolgan. Yana ham aniq ma'lumot olish uchun biz bilan aniq bog'lanib kesalaring yaxshi bo'ladi, chunki ko'pchilik tushunmasligi mumkin. O'sha o'zlaringga yoqqan razmerlarda, o'zlaringga ma'qul keladigan gullarda qilib ishlaringni bitkazib beramiz. Narxlarimiz bemalol 80-90% joydan aynalib kesalaring bo'ladi. Bizda arendalar yo'q, o'zimiz joy, keyin ishchilar yo'q, hamma o'zimizniki. Anaqa joyi yo'q. O'zlaringga yoqqanidan xullas 4 ga 4 o'lchamdan 4 ga 9 o'lchamigacha, 2 ga 3 o'lchamdan 3,5 ga 8 o'lchamgacha hamma qalinlikda, eng yupqasidan eng qalinligigacha bor. Bundan oldingi videolarimizda sal o'rta qalinlikda gilomlarni ham ko'rsatganmiz. Keyin bizdan aytgancha to'rli gilom ham ko'p so'rashdi. Shu qalin gilomni xullas 4 ga 5 o'lchamidan ko'rsatay sizlarga. Buni ham 4 ga 4 dan 4 ga 9 o'lchamigacha bor. Buni yonmachasi ko'rsataveraman gulini. Qalinligini ko'rishlaring mumkin. O'zlaring gullari oxirgi gullar. Buni ham narxini 4 ga 5,5 o'lchamligisini 4 million 400 ming so'mdan sotganmiz. 25-maygacha 3 million 300 ming so'mdan kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Bunaqasi faqat bizda bo'ladi. Ko'nglaring to'q qilib kesalaring bo'laveradi. O'zlaringga yoqqan katsitvadan o'zlaringga yoqqan sifatdan bitkazib beramiz. Narx-navolarimiz 70-80% joydan ancha arzonroq. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Keyin bundan ham narxlarni arzon qilib sizlarga yetkazib borishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.